Qarang, glavkoma kasalligi bor. Glavkoma kasalligi davolanmaydi, lekin doimiy ko'z ichki bosimini nazorat qilish uchun dori tomizib yuriladi. Lekin oltin standart bo'lgan SLT usuli ham bor. Bu trabekula zonasiga lazer amaliyoti yordamida o'sha oshiqcha ichki suyuqliklarni chiqarib yuborishga yordam beradigan amaliyot hisoblanadi. Bu 25-30% ko'z ichki bosimini tushirishga yordam beradi. Hozirda SLT oltin standart hisoblanadi, lekin 2026-yilda yangi texnologiya DSLT, ya'ni SLTda linza bilan lazer yo'naltirilsa, ko'zingizga qo'yiladi, kontaktli amaliyot hisoblanadi, ya'ni qo'l bilan aralashuv bo'ladi. DSLT esa shifokorning nazorati ostida, lekin kontaktsiz bo'ladi. Faqatgina apparat bir necha soniya ichida lazer bilan o'zi bu amaliyotni bajarib beradi va ko'z ichki bosimi 25-30% ga pasayadi. DSLT lazerlari bu yil chiqishni boshladi. Kuzatib boring, nasib bo'lsa DSLT apparatlarini ham yangiliklarda ko'rib borasiz.